Juda ko'pchilik kuzatuvchilarimiz savol berishadi. Ko'zni tabiiy yo'l bilan qanaqa qilib davolasam bo'ladi? Tabiiy yo'l bilan ko'z xiraligini bartaraf qilsa bo'ladimi? Kataraktani bartaraf qilsak bo'ladimi? Glaukomani bartaraf qilsak bo'ladimi? Mana bu internetdan topilgan dorilar bor ekan. Shuni ichsa ko'zi yaxshi bo'lib ketar ekan, yo tomchilar bilan yaxshi bo'lib ketar ekan. Siz shunaqangi narsadan tavsiya qila olasizmi deb so'rashadi. Shular haqida gaplashamiz. Men doktor Hikmatullo, Ko'z nuri klinikasini refraksionniy jarrohiman va shu klinikada muntazam ishlayman. Samarqandda, Qarshida, Farg'onada va Toshkentda faoliyat olib boraman. Va bu savollarimizga javobimiz bor albatta. Ba'zi holatlarda, ya'ni ko'zda katarakta bo'lganda, ko'zda glaukoma bo'lganda, ko'zda qanaqadir astigmatizmlar bo'lganda, ko'zdagi minuslar bo'lganda, plyuslar bo'lganda, albatta buni qanaqadir ukol, dori, darmonlar bilan davolashga harakat qilmang va bu foydasiz. Qanaqadir bir internetdan olinadigan giyohlar yoki bir qo'shimcha dabavkalar yo qanaqadir bir mashqlar bilan ko'zni bu kasalliklardan forig' qilib bo'lmaydi. Bitta aytamiz. Katarakta bu nima? Gavhar xiraligi. Ko'zingizda gavhar xiraligi degan gavhar shunday massaki, qorashiqda orqa tomonda turadi va o'zi tiniq bo'ladi. Juda kichik tiniq qism va u nurni o'tkazishni ta'minlaydi. Gavhar yoshga xos bo'lib, sekin-sekin xiralasha boshlaydi va ko'zdagi tuman paydo bo'la boshlaydi. Bunaqa holatda qanaqadir bir ko'zga kapllar, vitaminlar tomizib ko'rishadida baribir qaytib kelishadi. Ko'zim xiralagi ketmadi yoki qanaqadir ko'zoynaklar bilan harakat qiladida sekin-sekin ko'zda minusi ko'payib ketganini ko'radi yo tuman ko'payib ketganini ko'radida oldimizga keladi. Bugun ham bitta onaxon keldilar, ko'zlarida 5,5 atrofida minus bor. Avval minus bo'lmagan. Ikkita ko'zlarida ham katarakta angrendan ekanlar. Hozir 7-ga to'yim bor dedilar. Men aytdim, to'yda o'tkazib olib 11-da kela qolingiz, bitta ko'zingiz, keyin ikkinchi ko'zingizni ochib beramiz. Avval chap ko'z, keyin o'ng ko'z deb aytdim. Ikkita ko'zga ham uzoq yaqinda qo'yadigan, ko'radigan gavhar qo'yib bersa, maza qilib ko'rib beradilar. Agar o'sha kishi dorilar tomizib yurib, keyin kelsa nima bo'ladi? Bu gavhar qotib qoladi va ba'zida ko'zdagi bosimni oshishiga olib keladi va ko'zni nervi qurib ketishiga va ko'zni keyin ochib bo'lmasiga olib keladi. Bunaqa bemorlar ham talaygina kelib shunaqa dorilar iste'mol qildim, qanaqadir tomchilar tomizdimda, lekin yomon bo'ldi. Endi nima qilib berasiz, ko'zimni ochib berasizmi dedi. Ko'zni ko'rasiz, nerv qurib qolgan. Afsuski bunaqa holatda kechikkan hisoblanadi. Demak, kataraktami? Demak, bunda bitta yo'li bu gavharni almashtirib, boshqa hech narsa sizni davolay olmaydi. Ikkinchi narsa, bu glaukoma, bu ko'zni bosim kasalligi. Bunaqa bemorlar ham juda ko'p. Ko'z davleniyasi oshadi, ko'zga tomchilar doktor yozib beradi, bosimini tushirib turadi, lekin bosimini tushirgan bilan ko'rish yaxshilanmaydi-da. Bemor undan doridan juda ko'p narsa kutadi. Men dori tomizib yursam ko'zim ochilmayapti deydi-da. Dorini shunday to'xtatib, qanaqadir bir internetdan yolg'on narsalarni oladi va ko'zni bosimi shunaqangi darajada oshadiki, ko'rib turgan bir 10%, 15% ko'rishni ham yo'qotib qo'yadi va oldimizga keladi. Mana doktor, men shu narsani internetdan oldim, tomizib yurdimda, ko'zim ko'rmay qoldi deydi. Keyin ko'ramizki, bu dori tomizgan narsasi ko'zni ko'rishini xira qilgan emas. Bu glaukoma, ya'ni davleniyani tushirmagan hisobiga ko'zda davleniyasi ko'zda nervini quritib qo'ygan bo'lasizlar. Mana ko'rdingizmi? Glaukomami yo dori bilan, yo lazer bilan yoki operatsiya bilan ko'zni bosimini tushirib qo'yish kerak. Ba'zi holatlar bo'ladi, baland bosim bilan keladi. Dori ham yordam bermaydi. Unaqa holatlarda albatta srochniy operatsiya qilib qo'yilmasa, nerv qurib qoladi. U kuni bitta opani ko'rdim, Qarshida ko'zlarida bosim baland bo'lgan. Bosim operatsiya bo'lgan. Operatsiyadan keyin ko'zda tuman bor. Ko'zda shoh pardasida achchiq bor. Ko'rdimki, aytdim, bu achchig'ingiz ketadi, xavotir olmang. Vaqtinchalik ko'z xiralashib turadi, lekin mana bosimingiz zo'r tushibdi. Sekin-sekinlik bilan ko'rishingiz yana eski holatga qaytadi. Ba'zi holatlarda shunaqa holat ham uchraydi. Ko'p emas, masalan, bir 10 ta operatsiya qilinsa, bitta, ikkita holatlarda ko'z ozgina xiralashadi, lekin 1 oy, 2 oy, 3 oy ichida eski holatiga tiklab oladi. Lekin yaxshi tomoni ko'zni bosimi normaga tushadi. Demak, glaukomami qanaqadir tabiiy yo'llar bilan davolashga harakat qilmang. Endi sizda astigmatizm bor. Miyopiya, gipermetropiya bor.
yoki ko'zingizda et bor. Bunaqa holatlarda ham giyohlar yordam bermaydi. Etda bo'lsa olib tashlash kerak, plus-minus astigmatizm bo'lsa ko'zoynak taqiladi. 18 yoshdan keyin shoh parda qanliklari yaxshi bo'lsa, lazer bilan yoki ICL bilan ko'rishni tiklash mumkin. Demak, bunaqa holatda ham tabiiy qanaqadir dorilar bilan yaxshilab bo'lmaydi. Qachon tabiiy narsalar bilan yaxshilab bo'ladi deb so'raydi. Ko'z tez charchaydiganlar, ko'z toliqadiganlar, bu tabiiy dorilar, ya'ni vitaminlar bilan ko'zga foyda berish kerak. Ko'zingiz tez charchayaptimi? Bu albatta vitaminlaringiz kamligidan ham dalolat berishi mumkin. Yoki ko'p uyqusidaysizmi? Bunaqa holatlarda ham vitaminlarni tekshirib qo'yish kerak. Ba'zida biz aytamiz, bittagina kofe ichib olishimiz kerak ekan, charchabdi deb turib, ishda endi charchab, horib o'tirmaysiz-ku. Bittagina asal ozgina qo'shib turib, bitta kofe qilib ichib olsangiz, albatta sizni ham ishingizni zavqlantiradi va bemalol undan keyin 3-4 soat zo'r ishlash faoliyatini beradi. Masalan, men ertalab turganda ozgina anodan keyin, ovqatlangandan keyin albatta kofe ichaman va kechgacha zo'r energiya bilan ishlayman. Kechqurun agar o'sha soat 4-5 larda charchagan holatimda bitta ozgina kofe ichaman va to uxlagancha energiyasi zo'r yetib ortadi. O'shaning uchun azizlar, kofe ichishda ham albatta foydasi bor. Keyingi mavzularda albatta bu haqida siz bilan o'rtoqlashaman. Azizlar, endigi narsa nima? Presbiopiya, ya'ni ko'zda yoshga xos bo'lgan plyuslar. Mana bugun bir qora akamizni ko'rdim. Ertalab soat saharga 5 ga chaqirdim. Ko'zlarini ko'rdim. Yoshlari 46-47 yoshda, уже yaqinga bunday emas, bunday ko'radigan bo'lib qolibdi-da. Ko'rib turib aytdim, plyus ochki taqish kerak. Endi bu yog'iga yoshingiz katta bo'lib qolibdi, lekin ko'zga mashq qilish kerak. Chunki mashq bilangina yaqinga ko'rishni yaxshilash mumkin va tiklash ham mumkin. Hech bo'lmagan holatda shu holat saqlab qolish mumkin. Ko'z mashqlari deb kommentariyalarga yozib yorasiz. Biz sizga o'zingizga ko'z mashqlarini tashlab beramiz va bu albatta sizga foyda beradi. Ayniqsa o'sha ko'zni uzoqqa va yaqinga bo'lgan orttirilgan xiraliklarda bu juda yaxshi samara beradi. Endi trenajyorni ochki degan ochkilar ham bo'ladi. Odatda -0.5 dan to -2 gacha, 3 gacha bo'lgan holatlarda biz buni bemorlarga buyuramiz. Bu albatta ko'zga dam beradi. Televizor ko'rganda, o'qiganlarda 1,5 soat, 1 soat ishlatasiz. Trenajyorni ochkilarning ham yaxshilari bor. Bu ichki tomoni konussimon bo'lib, katta bo'ladi teshigi, tashqi tomoni kichik bo'ladi. O'shanaqangi maxsus trenajyorni ko'zoynaklarni ham bolalarga olib berish mumkin. Eng yaxshi ko'z mashqi nima bilasizmi? Bu stol tennis. Raketka sharik olingda, yoshingiz 40 dan oshgandan keyin, endi ungacha ham o'ynayvering-ku, 40 dan keyin albatta o'ynab, hech bo'lmasa haftasiga 1 soat, 2 soat shu ko'zingizga dam bering. Ko'rasiz, ko'zingizni ravshanlashayotganini sezasiz. 50 yosh, 60 yoshga oshadi, odamlar o'qishga umuman ko'zi bo'lmay qoladi. O'shaning uchun azizlar, oldindan mashq qilib turing. G'ashingizni keltiradigan bo'lib qoladi. Maydansan o'qolmay qolasiz. Va bunda hech qanaqangi bir dabavka, birorta vitaminlar yordam bermaydi. Faqatgina mashq bilan ko'rishingizni yaxshilashingiz mumkin. Bu mashqlarni sizga tashlaymiz. Muntazam qilib yuring. Lekin albatta mayda yozuvlarda o'qiganda ko'zingiz charchagandan ko'ra, ba'zida ko'zoynakni yasatib olib ishlatishingiz kerak. Ko'zoynaklarni bizda hozir yaxshi ko'zoynaklar bor. Qorachig'izni o'lchab, qorachig'izga mo'ljallab yasab beriladi. Tayyor Xitoyni ko'zoynaklarni foydalanmang. +1, 1,5, 2, 3 yozilgan ko'zoynaklar bu albatta sizda sekin o'qishga xira ko'zingiz, keyin uzoqqa ham xira ko'radigan bo'lib qolasiz. Agar ko'zoynak uzoqqa, yaqinga ko'zoynak taqib yaxshi ko'rmay qolgan bo'lsangiz, albatta ko'z nuri klinikasiga keling. Sizga trifokalli nigohlar bor. Uzoq yaqiningizni bemalol tiklab beramiz. Ba'zida 50 yosh, 60 yoshli bemorlarimiz kelib qoladi. Men uzoqqa +2,5 taqaman, yaqinga +5, 4,5 bo'lib ketdi deydi. Trifokalli nigohlar qo'yib beramiz. Shunaqa maza qilib ko'radi, bemor aytaman deydi. Yoshligimdagi ko'rishimga qaytdim deb aytadi. Ba'zilar shofyorlar qiynalib o'taman deydi. Uzoqqa bitta ko'zoynak olaman. Telefonga bitta ko'zoynak olaman. Birov telefon qilib qo'ysa, shunday olamanda mashinani chekkaga to'xtatib qarab olaman deydi. Bunaqa azob yeb yurmang azizim. Keling klinikaga, sizga maxsus
Edof plus trifokal deydi. Shunaqangi gavharlarimiz bor sizda ham kechqurungi, kunduzgi, uzoq, yaqingi ko'rishlaringizni tiklab berish qobiliyatiga ega. Bu gavharlarni muddati qanchaga deb o'ylaysiz? Hozir 60 yoshga kirgan bo'lsangiz, yana bir 60-70 yil xizmat qilib beradi va siz inshaalloh umringiz oxirigacha bu gavharlar bilan maza qilib yashaysiz. Sog' bo'ling. Ko'z nuri klinikasidan doktor Hikmatullo siz uchun maxsus tayyorlanmasdan gapirib berdi.